O'zbekistonda, butun dunyoda xatmonalar bo'lyapti. Xonadonlarimizda xatmonalar bo'lyapti. Bu Ramazon oyi Qur'on oyi. Qur'on Ramazonda nozil bo'ldi. Qadr kechasida nozil bo'ldi. Qur'on sababidan Ramazon oyini obro'si oshib ketdi. Qur'on sababidan Qadr kechasini obro'si oshib ketdi. Qur'on sababidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam martabalari yuqori bo'ldi. Qur'onni Allohning huzuridan payg'ambarimizga olib kelib bergan Jabroil alayhissalomning martabalari yuqori bo'ldi. Demak, Qur'on bilan insonni bu dunyoda ham oxiratda ham martabasi ulug' bo'lar ekan. Hammamizga o'zining kalomini tartillari bilan, tajvidlari bilan, tartiblari bilan o'qishlik baxtini nasib qilsin. Oramizda birorta odam qolmasinki, o'zining kalomini o'qiy olmaydigan. Hammamiz Qur'onni o'qiydigan, uning ichida hukmlarga amal qiladigan bandalaring qatorida bo'lishligimizni hammamizga nasib etsin. Parvardigori olam, o'qishlikda bandalik bilan sahv va xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, o'zing fazling, karaming bilan Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilganlaridek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'qib berganlaridek, sahobalar keyingi tobiin, tobiinlarga yetkazganlaridek o'qilganlar qatorida dargohingda husni qabul etgan. Qur'oni Karimni kechasi kunduzi tilovat qilib charchamaydigan, eshitib to'ymaydigan, uning ichida hukmlarga amal qilguvchi ahli solih taqvodor bandalaring qatoridan qilgan. Hosil bo'ladigan savoblarni avvalambor suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ruhoniyatlariga, u kishining sahobalari, xususan mana shu joyda yotgan 70 ta shahidlarimizni ruhoniyatlariga, Baqiy qabristonida yotgan 10 mingdan oshiq sahobalar va boshqa yurtlarda yotgan sahobalarimizni ruhoniyatlariga hadya qildik. Hammalarini yotgan joylarini Qur'on nurlari bilan munavvar va muattar aylagan. Bandalik bilan bilib bilmasdan qilgan xato, kamchiliklarni o'zing afv va mag'firat aylagin. Bizlardan o'tib ketgan mehribon ota-onalarimiz, aka-ukalarimizdan o'tib ketganlari, ota-onalarimiz bizlarni boqaman deb, yaxshi kiyintirib, yaxshi qarayman deb ba'zida ibodatlarga shikastlik qilgan bo'lsalar, namozlarni vaqtida ado qila olmagan bo'lsalar, sovet davrida yashab kommunistik tuzumda Ramazonni bunchalik farzligini bilmasdan Ramazon ro'zalarini tuta olmagan bo'lsalar, bizlar bilan ovora bo'lib onalarimiz ibodatlari qolib ketgan bo'lsa, o'zing kechirgin. To'g'ri o'qilgan, vaqtida bajarilgan ibodatlar qatorida husni qabul etgin. Nomay amollari o'ng tomondan berilib, bizlar tomonidan qilayotgan barcha xayrotlardan ularni ham nasibador qilgin. Bizlarni yoshligimizda mehribonligi bilan katta qilgani kabi ularni ham o'zing rahmatingga, mag'firatingga loyiq qilgin. Hammalarimizni ham oqibatlarimizni go'zal qilgin. Senga yo'liqqan kunimiz eng xayrli kunimiz bo'lib, sen bizdan, biz sendan rozi bo'lgan holatda yo'liqishligimizni hammamizga o'zing nasib etgin. Sallallohu ta'ala ala xayri Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alloh qabul qilsin.